أنا درة مكنونة أنا مؤمنة أنا حرة ومصونة. Jamiyatga tahdid elib keladigan, jamiyatning qurilishini ojizlashtiradigan eng cho'ng xatar ayol kishining din va dunyo ishlarida muhtoj bo'ladigan ilmni bilmasligidir. Demak, ayol kishi jamiyatning qurilishi uchun birdan-bir asosdir. Bilimsiz ayol sog'lom bo'lgan ta'lim-tarbiya elib bora olmaydi. Shundaqla farzandlarining bilim o'rganib taraqqiy qilishiga yordam bera olmaydi. Balki farzandlarining xato fikr va buzuq aqidalarda bo'lishini keltirib chiqardi. Bilimsizligi sababli yasinib sirtqa chiqib, o'zini va boshqalarni fitnaga tashlaydi. Bilimsizligi tufayli erining haqqini to'liq o'rindamaydi. Erini uydan nafratlandirdi, shu sababdan oilaning inoqligi buzildi. Nurg'un ayollar bilimsizligi tufayli xurofotlik, sehrgarlik, jodugarlik degandek ishlarni qilib soladi. Shu sababdan ayol kishi ilm hosil qilishga yerisman bo'lishi lozim, tortinish ularni ilm hosil qilishdan to'sib qo'ymasligi lozim. Chunki ilm talab qilishda xijolatchilik yo'q. Aisha radhiyallohu anha ilm tahsil qilishda tortinmaslikqa o'lga qilib bunday deydi: Ansarlarning ayollari nima degan yaxshi ayollar, ularni xijolatchilik ilm tahsil qilishdan to'sib qo'ya olmagan edi. أسمو به وله أظل ملازما.